Assalomu alaykum. Navbatdagi podkastimizga xush kelibsiz. Bugun men bilan studiyada mehmonlarimizni tanishtirib o'tsam, Shvetsariya loyihasini xalqaro eksperti Lina xonim Shabib, xush kelibsiz. Hello. Va hamda Marg'ilon turizm va madaniy meros texnikumining direktori Ravshan Abdusalomovich. Xush ko'rdik Ravshan aka. Salomat bo'ling, rahmat. Bugungi podkastimiz aynan kasbiy ta'limda sifatli ta'minlash masalalariga bag'ishlangan. Xabaringiz bor, Shvetsariyaning O'zbekistonda kasbiy ta'lim islohotini qo'llab-quvvatlash loyihasini asosiy yo'nalishlaridan biri bu sifatli ta'minlash hisoblanadi. Bilamizki, bu ta'lim sifati bu hamma erishishni xohlaydigan, istaydigan muhim narsa. Lekin boshqa tomondan qaraydigan bo'lsak, sifat bu biz kutayotgan yakuniy natija. Lekin shu yakuniy natijaga erishish ma'lum bir jarayonlarni joriy qilishni, ma'lum bir yo'lni bosib o'tishni, ma'lum bir tartib qoidalar bilan ishlashni talab qiladi. Bu uzoq yo'l, bu mashaqqatli yo'l. Lekin shunga qaramay, hozir kasbiy ta'lim tizimida aynan bunga katta e'tibor berilayotgani bu juda ham quvonarli hol. Shuning uchun ham aynan bugungi podkastimizda biz muhokama qiladigan narsa bu sifat ta'minlashni hozirda umuman xalqaro darajada umum qabul qilingan, tan olingan bir muhim jarayonlardan yoki vositalardan biri bu o'zini o'zi baholash vositasi hisoblanadi va bu orqali o'sha ta'lim muassasalarida sifatni ta'minlash bo'yicha ma'lum bir jarayonlarni amalga oshirish. Ularni qo'llarni erkin qilgan holda bevosita mehnat bozori bilan yaqindan hamkorlikni o'rnatgan holda bozor talab qilayotgan, ularning talablari asosida kadrlar tayyorlashni yo'lga qo'yishda takomillashtirishga xizmat qiluvchi bir vositadir. Shuning uchun keling savolim bilan Lina xonimga murojaat qilmoqchiman. Lina, nima uchun o'zini o'zi baholash jarayoni sifatni ta'minlashda bu qadar muhim? U bizga, ya'ni kasbiy ta'lim tizimiga, jumladan texnikumlarimizga nima beradi? Thank you. It's good to be here. And as you mentioned, self-evaluation is the core process for quality assurance. And when we want to define it in its formal definition, it's a process that engages the whole education institution to analyze their current situation against the goals that they are trying to achieve, by gathering data, by collecting evidence from their stakeholders, from their own systems, in order to evaluate what they're doing and how they're doing, and what can they recommend to improve in the future. But the definition goes even deeper, because before we can engage in this process, we have to have the right mindset for it. And when we say mindset, this includes being open-minded and curious to go and engage in a self-reflection and be open to finding some strength, some weaknesses, and being objective about it and embracing it instead of trying to hide what is hard to see sometimes, which is very natural. So it's important because any organization, although we are teaching education, we also have to be learners ourselves. And for us, lifelong learning starts by being able to reflect on our own performance. And that's why in this training, there is a combination of soft skills and technical skills to engage in this process. For example, in the soft skills, it's very important that people start understanding critical and thinking and creative thinking. For critical thinking, for example, we are focused on the importance of asking the right questions and the different kinds of questions that we have. We have descriptive questions which are needed to describe the current situation. We have analytical questions like how and why, in order to go deeper into what is the system, how is it working. And finally, you have the evaluation questions. Is this good? Is this not? What else can we do? So the participants will have a range of all of these skills that are needed, in addition to communication, because the process also is important to engage all stakeholders. It's not one person sitting and writing the report. So that's why we also focus a lot on communication and collaboration skills and how to engage stakeholders. And this will make the self-evaluation not a one-time process that we do, but a habit that and becomes a culture in the organization where everyone is working together to improve their colleges. Katta rahmat. Demak, haqiqatan ham o'zini o'zi
baholash demak bu tizimli jarayon ekan. Muntazam olib borilishi juda ham muhim hamda bu ta'lim tashkilotida barchani ishtirokini talab etadi. Chunki bizda ko'p hollarda shunaqa fikrlanadiki, ta'lim sifati bu ma'lum bir lavozimdagi kishini vazifasidir. Lekin aslida bu ta'lim tashkilotidagi barchani vazifasi, asosiy hamkorlarni, asosiy manfaatdor tomonlarni, jumladan ish beruvchilar bilan yelkama-yelka ishlash orqali biz sifatga erishishimiz mumkin. Endi albatta hozirda Shveysariya loyihasi doirasida aynan o'zini o'zi baholash jarayonini tajriba sinovdan o'tkazilyapti. Bu tajriba sinovda bizda mehmondo'stlik sohasidagi 10 ta texnikum tanlab olingan. Va hozir biz bilan studiyada shu texnikumlardan biri, ya'ni Marg'ilon turizm va madaniy meros texnikumini direktori Ravshan Abdusalomovich ishtirok etyaptilar. Ravshan aka, siz mana bu jarayonga kirishdingiz texnikumimiz. Bu jarayonda tajriba sinov bosqichida turibsizlar. Bu jarayonni olib boryapsizlar. Xo'p, bizga qiziq bo'lardi, Lina xonim ta'kidlaganlaridek bu jarayon qanchalik sizlarga ma'qul keldi? Ma'qul keldi deganim aytmoqchimanki, buni sizlar qanday qabul qildi? Jamoa uni qanday qabul qildi? Uni haqiqatdan ham sifatni oshirishga xizmat qiladigan foydali jarayon sifatida qabul qildimi yoki navbatdagi bir qog'ozbozlik, byurokratiya olib keladigan jarayon sifatida qabul qildimi va qanday dastlabki natijalar haqida yoki natijalar to'g'risida biz bilan baham ko'ra olasiz? Rahmat savol uchun. Hammaga ma'lumki, jamiyatimizdagi barcha tashkilotlarga muayyan bir missiya, ya'ni vazifa va maqsad yuklatilgan bo'ladi va uni shu o'zlarining ustav va me'yoriy hujjatlari asosida amalga oshiradi. Bizda Marg'ilon turizm va madaniy meros texnikum, shu jumladan kasbiy ta'lim tashkiloti sifatida missiyasi bor. Bu ustavda ko'rsatilgan, shu ustavdan ko'rsatilgan asosiy vazifalardan biri bu o'rta bo'g'in kadrlarga bo'lgan ehtiyojni sifatli kadrlar bilan to'ldirish. Bu albatta eng muhim vazifamiz hisoblanadi. Mana dastlab Shveysariyaning O'zbekistondagi kasbiy ta'lim islohotini qo'llab-quvvatlash loyihasiga taklif etilganimda, dastlabki seminarlarimizda bizga o'sha to'g'ri o'zini o'zi baholashda dastlabki ma'lumotlar bu o'zini shu to'g'ri savol berish va savolni taqsimlash va savolni to'g'ri yo'naltirish, maqsaddan kelib chiqqan holda savol berish kabi ilk seminarlarga duch keldim. Dastlab o'yladim, men bunday seminarlarda ko'proq qatnashganman va odatda bunday seminarlar bir martalik bo'ladi va u bir oy ichida qaysi bir ma'noda natijaga erishildi yoki erishilmadi hisob bo'ladi. Lekin mana 3-marotaba seminarda qatnashyapman va shunga amin bo'lyapmanki, bu o'zini o'zi baholash sifatga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Sababi siz o'zi maqsadingiz yo'lda qayerda ketyapsiz va to'g'ri ketyapsizmi va qachon yetib borasiz o'sha sifatning oliy cho'qqisiga degan savollarni to'g'ri yo'naltirish orqali natijaga erishish mumkin, lekin bu oson bo'lmaydi. Nima uchun buni aytyapman? Seminar davomida shu narsaga amin bo'ldimki, faqatgina rahbar yoki bo'lmasam qaysi bir bo'lim yoki qaysi bir kadr muayyan bir shaxsga yuklab qo'yish, ta'lim sifatini nazorat qilish yoki uni amalga oshirish bu juda katta xatoligini bildim. Sababi butun jamoani shu ta'lim muassasasini o'zini o'zi baholash va monitoring o'tkazish orqali o'zini sifatli yoki sifatsiz faoliyat yuritayotganligini anglatish biroz vaqt talab etadi. Va bu amalda hozir amalga oshirilyapti. Misol uchun men texnikumimda 2 marta o'zim shu seminarlar davomida 2 marta master klass o'tib berdim ta'lim muassasamda. Birinchisida bu to'g'ri savol berish, ya'ni misol uchun men rahbar sifatida men o'rinbosarlarimga yoki bo'lim boshqalarga savol topshiriq berayotganimda o'sha topshiriqni to'g'ri tushundimmi yo'qmi, uni anglatuvchi u menga savollar berish kerak. Shu jumladan misol uchun bu nimaga kerak yoki bo'lmasam ko'p oydinlashtiruvchi savollarni berish orqali uning vazifasini to'laqonli amalga oshirishni ta'lim muassasamdagi xodimlarga o'rgatdim. Bu menga biroz oson bo'ldi. Sababi men kutgan natijani o'zimning tilimda bayon etaman savol tarzida, u esa o'zi bilgancha u shu topshiriqlarni bajarib keladi. Bu ko'pincha noto'g'ri topshiriqni noto'g'ri bajarilishga sabab bo'lardi. Endi xodimlarimning to'g'ri savol berishi
natijasida men kutgan va o'sha haqiqatan ham aniq maqsadga erishuvchi vazifalarni endi to'liq bajarib kelishga undashyapti. Endi shu sabab bo'lyapti shu. Birinchisida, ikkinchisida o'zini o'zi avvalo odam baholash kerak. Ya'ni har bitta xodim o'zini vazifasini bajarayotganda o'zini o'zi baholash orqali bu haqiqatan ham o'zini vazifasini sifatli bajaryaptimi yoki yo'qmi degan savolga javob olish mumkin bo'ladi. Ravshan aka, shu jarayonlar dastlabki bosqichida balkim texnikumda qandaydir bir jarayonlar ijobiy tarafga o'zgardimi? Ya'ni sifatni oshirishga xizmat qiladigan yo'nalishda o'zgardimi? Shunga bir aniq misollar keltira olasizmi? Aniq misollar keltira olaman. Misol uchun birinchi seminarimizdan keyin texnikumga bordim va jamoa shakllantirdim. Bu jamoaning asosiy tarkibi bu o'sha ta'lim muassasasining ustavini bajaruvchi, ya'ni o'rinbosarlar, bo'lim boshlig'i, o'quv bo'limi va ilgariga bu narsa bo'lmagan, sababi bunchalik anglamaganman. Ya'ni ish beruvchi tashkilotlar, jamoatchilik tashkilotlar, bular tarkibga qo'shdim va ta'lim muassasasining ustavini aytdim. Ya'ni yuqorida aytganimdek, o'rta bo'lgan kadrlarga bo'lgan ehtiyojni sifatli kadrlar bilan to'ldirish uchun ta'lim muassasasi shu paytgacha qanday natijaga erishdi va erishmoqda va qachon yana erishadi degan savolni qo'ydim. Va turli xil fikrlar asnosida hozirgi kunda ta'lim muassasamiz biroz fokusni boshqa tarafga qaratgan holda ta'lim sifatidan aqsayotganligi ma'lum bo'ldi. Bu ayniqsa ish beruvchining fikrlari, ya'ni bizga berilgan fikrlari hamda bitiruvchi o'quvchilarimizni ishga joylashgan joydagi rahbarlarning fikrlari hamda bizdan bitirgan o'quvchilarimizning necha foizi yoki nechtasi aynan shu soha bo'yicha muvaffaqiyatli ishlayotganligi monitoring yuritish orqali biz bildikki, demak hozirgi kunda ta'lim sifati, ya'ni o'zimizda haqiqiy sifat ko'rsatkichimizdan oqsab qolganligimiz ma'lum bo'ldi. Bu katta yutuq. Bizga Lena xonim aytganidek, bu juda katta yutuq. Ya'ni ayni damda o'zini kamchiligini va qayerda ketayotganligini aniqlash ham bu o'zini o'zi baholashning bitta usuli. Aniq shu ma'lumot bo'ldi bizda va keyingi rejalarni shunga qarab amalga oshiryapmiz. Albatta. Shu o'rinda yana bir narsani, bir gapni qo'shimcha qilmoqchimanki, bu o'zini o'zi baholash jarayonida birinchi jamoamga borib tushuntirganimda shunday bir ulardan menga feedback keldiki, ya'ni fikrlar bildirdiki, bu yana bitta hujjatvozlikning yana bir turi. Bunday ma'lumotlar bizga nima keragi bor va buni biz shundoq ham bilamiz-ku, hammaga bu ma'lum-ku degan savollar kela boshladi. Men ularga shunday savol berdimki, xo'p, shunday ma'lumotlar bo'lsa, biz shu ma'lumotlarni qanchalik to'g'ri ishlata olamiz va joy-joyida ishlata olamizmi bu ma'lumotlarni degan savol orqali ularni yanada o'zini baholashda shunday ma'lumotlar zarur ekanligini ular anglab yetishyapti. Va har bitta qilayotgan ishini, misol uchun hisobot deyiladi, har bitta ishni bajargandan keyin hisobot topshiriladi. Bu hisobot asli shu tadbirni yoki shu loyihani maqsadga erishdimi yo'qmi, shu nuqtai nazardan tayyorlanish kerak. Hozirgi bizning hisobotlarimiz, misol uchun yashirishni keragi yo'q. Bizning hisobotlarimiz raqamlar, qandaydir raqamlar va qaysi bir ta'lim muassasasiga nisbatan yaxshi yoki yomon ekanligini ko'rsatuvchi yoki bo'lmasam ayni damda o'sha rejani o'sha sanada amalga oshiriluvchi ma'lumot sifatida, hisobot emas, shunchaki ma'lumot sifatida bayon etadi. Lekin hisobot aslida shu o'ziga o'zi baholash jarayonining bir ko'rinishi hisoblanadi. Ya'ni ta'lim muassasasi shu missiyani to'g'ri bajardimi yo'qmi yoki sifatli bajardimi yo'qmi va u keyinchalik yana bajarilishi kerakmi yoki yo'qmi degan savolga hisobotlarimiz to'g'ri javob berishi kerak. Faktlar bo'yicha gapirmoqchiman. Misol uchun men rahbarlik qilayotgan qo'l ostimdagi xodimlar mening faoliyatimdan o'zimni o'zim baholamoqchi bo'ldim. Mening faoliyatimdan rozimi yoki norozimi degan anketa anonim savolni o'tkazdim. Endi jamoa buni hozir javobini aytish niyatim yo'q, lekin bundan ko'zlandimki, demak men hozirgi kunda biroz jamoaga emas, jamoani nuqtai nazardan qaraganda jamoaga
to'g'ri rahbarlik qilayotganligimni va bu o'rinda yanada ozgina boshqaruv ilmini o'rganish kerakligimni misol uchun bildim. Bu o'zini o'zi baholashning bitta yaxshi xususiyati. Ya'ni siz nima qilish kerakligingizni bilasiz. Ravshan aka juda to'g'ri narsani ko'tardingiz. O'zini o'zi baholash jarayoniga butun jamoa ishtirok etsa, unda jamoaning har bir a'zosi o'sha ta'lim sifatiga bo'lgan egalik hissi uyg'onadi-da unda. Agarda har birimizga ta'lim sifatiga egalik hissi uyg'onsa, ha bizda o'rnimiz bor ekanki, biz ham sifatni yaratish, rivojlantirish uchun hissa qo'sha olar ekanki biz desa, buni o'zi bir katta yutuq. Shunday. Bu jamoani, barcha jamoani bitta maqsad sari yetaklay oladi. Va shu o'rinda yana bir narsani ta'kidladingiz, bu juda ham qiziq narsa. Sifat o'zgarish talab qiladi. Shunday. O'zgarish talab qilish jamoada kimlargadir yoqmaydi. Chunki ba'zilar bor, o'zi qilayotgan ish muhiti ular uchun eng yaxshi. Shu muhitda qolishni xohlaydi. Lekin biz inson sifatida rivojlanishga moyilmiz. Rivojlanish bo'lsa o'zgarish talab qiladi. Demak, bu o'z navbatda jamoada baribir qarshiliklarni yuzaga keltiradi yoki tushunmovchiliklar yoki qandaydir bir nizoli vaziyatlarni yuzaga keltiradi. Bu bo'lsa albatta rahbardan o'sha jamoani boshqarish bo'yicha samarali boshqaruv ko'nikmalarini yoki biz buni hozir zamonaviy tilda yumshoq ko'nikmalar deb ataymizda. Hozir aynan tajriba sinov jarayonida bizda yondashuv qanday? Lina xonimdan so'ramoqchi edim. Chunki sifatni ta'minlash uchun to'g'ri ma'lum bir jarayonlarni yaratamiz, tartib-qoidalarni yaratamiz, standartlarni yaratamiz. Shuni o'ziga muvofiqlikni ta'minlashda o'zi yetarlimi? Agarda yo'q bo'lsa, yana nima kutiladi bu jarayonda? Ko'plarni qiynaydigan narsa ham hozir shu bo'lyapti-da, chunki biz hamkorlarimiz bilan ishlaganimizda bizdan so'rashadi, "Xo'p, mana xorijiy tajribada mana shu sifat standartlari qanaqa? Xo'p, ularni joriy qilaylik. Qanaqa tartib qoidalari bor, ularni ham O'zbekistonga joriy qilaylik." Albatta, buni olib kelib joriy qilish, lekin uni joriy qiladigan bu jamoa hisoblanadi, odamlar hisoblanadi. Bu faktor qanchalik bizning tajriba sinov jarayonida hisobga olingan? So this is a very good question because at the end of the day, it's not about just conducting a training and bringing people together and then they go back as if nothing happened. We know that implementation is the key success factor in this case. This is when we know that we have done something in these trainings. And therefore, when we started designing the idea for this project, we realized that anything new requires time. And that's why we try to design the approach in a way where people can come back to the training multiple times and come together over a period of time, not 1 or 2 days and then they're gone. And what we also intentionally added in between the workshops, we actually have online coaching sessions at least twice a month or as needed. And in these online coaching sessions, we hear what the colleges are doing in order to implement the self-evaluation. We are there to support any questions they have. And they're also learning from each other. So it's not just learning from me as an expert, but we are building the peer-to-peer abilities to support each other, to inspire each other, because yes, they are unique as colleges, but they're also still in Uzbekistan. There are some common things that we can learn from each other. So building this community of practice is very important to also ensure implementation, because once the training is gone, the work will still continue. I'm seeing beautiful connections are being built in the workshops. I really enjoy watching how they work together, the teamwork, the spirit, and how they started giving each other feedback and how the others are accepting the feedback. For us, this is the most important part. If these are in place, even after the workshop, this process hopefully will continue. And the other important thing is the whole workshop experience in the workshop itself. We are doing a lot of hands-on activities and immersive experiences. So, for example, we do a lot of simulations, like when we are interviewing employers, we do an actual scenario and different groups get to practice their interviewing skills. And every time we do the same activity, we realize we have different answers and they're learning how to refine the questions because we don't know what you expect.
So this is a great opportunity to practice in a safe environment where we can be a little experimental and then take the learning back home. We're also doing a lot of like little case studies. So we look at different self-evaluations and we analyze them and what we're learning. And the most important, we are also learning how to communicate the findings. So all of this workshop experience is participant centered. It's about empowering them to take the lead, because at the end of the day, they are doing the job and I'm not doing it myself. And when they are able to take that enthusiasm and these skills that they have practiced, as Ravshan Beg has mentioned, he immediately went back to his team. He was able to implement, and with time, he was able to bring the momentum to the institution. Umuman o'zi sifatni yaxshilash bilan bog'liq har qanday jarayon, faoliyat. Bu maroqli faoliyatda. Shunday. Maroqli faoliyat deganim bu ya'ni sizni kimdir majbur qilmagan, siz o'z xohishingiz bilan qilyapsiz. Chunki odamzodda tabiatda shunaqa narsa bor. Shu tabiati sababli ham evolyutsiya natijasida odamzod shu darajaga yetib keldi. Ya'ni har doim o'z faoliyatini yaxshilashga harakat qiladi. Kundan kun takomillashtirishga harakat qiladi. Bu bevosita ta'lim tashkilotiga ham xos xususiyat, chunki ta'lim tashkiloti ham aynan jamoadan iborat. Va bu demak jarayonni yanada nima desam, maroqli deganim o'z xohishi bilan qilinadigan jarayonga aylantirishimiz uchun yana nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Chunki to'g'ri biz harakat qilyapmiz, aynan ta'lim sifatini ta'minlash o'zi nima ekanligi, nimalardan tashkil topganligi, uni qanday ta'minlashimiz mumkin? Bu bo'yicha qanaqa vositalar bor, qanaqa xalqaro tajribalar bor? Bularni yetkazyapmiz. Lekin shuni o'zi yetarlimi? Bu jarayonni maroqli va har doim o'z xohishimiz bilan, ishtiyoqimiz bilan qilishimiz uchun. Chunki Ravshan aka, buni ichida bevosita siz yuribsiz. Demak, siz o'z jamoangiz bilan bu jarayonni boshladingiz. Nima tavsiyalar bergan bo'lardingiz? Buni yanada shu o'zini o'zi rivojlantiruvchi va takomillashtirishga olib keluvchi ishtiyoq bilan bajariladigan faoliyatga aylantirish uchun. Aktual mavzuni ko'tardingiz hozir. Ya'ni bu o'zini o'zi baholash va bu orqali buning natijasidagi ma'lumotlardan foydalanib ta'lim sifatini oshirish, bu hozir biz uchun muhim. Nima uchun buni aytyapman? Ya'ni siz aytgandek, har bitta xodim o'z-o'zidan, chin yurakdan bu ishni amalga oshirish uchun albatta birinchi o'rinda manfaat, o'zaro manfaat ko'rsatib qo'yish kerak ularga. Ya'ni har bitta xodimga manfaat borligini. Ta'lim muassasasida manfaatlar ikkitaga turga bo'laman shaxsan o'zim. Ya'ni bu ichki manfaatlar va tashqi manfaatlar. Ta'lim muassasasining ichki manfaatdorlari va ta'lim muassasasining tashqi manfaatdorlari. Ichki manfaatdorlarga shu o'qituvchi xodimlarimiz, ham barcha o'quvchilarimiz, bitiruvchilarimiz kiradi. Bularga endi manfaatdor qanday ko'rsatish mumkin? Misol uchun o'qituvchiga agar biz ta'lim sifatini oshirsak, sifatli ta'lim olish orqali o'quvchilarning soni keskin oshsa, misol uchun, yoki bo'lmasam o'zimizni ta'lim muassasamizda ustavida keltirilgan vazifamizni sifatli amalga oshirsak, demak bu ta'lim muassasasining obro'si hamda uning yuksalishiga, ham moddiy, ham boshqa jihatlardan yuksalishiga olib keladi va sening ham oyligingga oshishga sabab bo'ladi nuqtai nazardan. O'quvchiga manfaatdorligini ko'rsatib qo'ysak, demak u o'zini ustida ishlaydi hamda o'sha o'ziga beritilgan vazifani sifatli amalga oshirishni boshlaydi. Yurakdan bajaradi, amalga oshiriladi. Sababi agar o'sha ishni amalga oshirsa, demak uni oyligi yoki bo'lmasa boshqa imkoniyatlar, rag'batlar borligini biladi. Agar amalga oshirmasa, demak umuman ta'lim muassasasini o'zi qatori ta'lim muassasasini ham orqaga tortish kerakligini his qilib turadi. Bugun o'sha seminarda bu narsani o'tdik, ya'ni ichki manfaatdor shaxslarning aynan ularning manfaatdorligini oshirish uchun ta'lim muassasasini o'zida ishlab chiqilgan shunaqa dasturlar bormi yoki bo'lmasa standartlar bormi shu haqida, yoki tashqi manfaatdor, misol uchun ish beruvchilar bo'lishi mumkin, umumta'lim maktablari bo'lishi mumkin, bu mahalliy hokimiyat va NTDlar bo'lishi mumkin, bunday tashkilotlar, tashqi manfaatdorlar, ya'ni ularning ham manfaatdorligini ularga ko'rsatish orqali ta'lim muassasasini sifatini oshirish mumkin. Bu sifatda asosan
har bir ta'lim muassasasining o'zining standarti bo'lishi kerak. Ya'ni misol uchun Marg'ilon turizm madaniy meros texnikumining standartlari bor. Bugun biz misol uchun 7 ta standartni o'tdik. Shu standartlar asosida ilmiy yondashgan holda, bilimga asoslangan holda standartlarni yaratish bu pala-partish ishdan ko'ra aniq vaqti, sifati, kategoriyalari belgilangan holda ma'lumotlarga tayangan holda nima ish qilish kerakligini rejalashtirish bu o'zini o'zi nafaqat baholash, sifatga ham juda katta ta'sir ko'rsatadi. So'zimni haligi sodda qilib aytganda, manfaatdorlarga manfaatini ko'rsatgan holda bu ishni amalga oshirish samarali ta'sir ko'rsatadi. Bani doim bir narsa, bir savol qiynaydi-da. Qiynaydigan narsa nima? O'zini o'zi baholash 2019-yilda O'zbekistonda joriy etilgan. Joriy etilganda ta'lim muassasalari bu jarayonni byurokratik jarayon sifatida qabul qilishdi. Qog'ozbozlik sifatida qabul qilishdi. Lekin undan kutilgan narsa ta'lim muassasalarini qo'lini erkin qo'ygan qo'yda ularga imkoniyat berish, ya'ni ularni ishontirish, ular haqiqiy sifatning egasi. Sifat ta'lim muassasasida yaratiladi, sifat tepada emas. Ta'lim muassasasi shu egalikni his qilgan holda o'zida sifatga bo'lgan, sifatni yaxshilashga bo'lgan intilishini rivojlantirish edi-da. Lekin bu ta'lim muassasalari ko'p bora shuni ta'kidlashda qo'shimcha byurokratiya, qo'shimcha qog'ozbozlikni olib ketdi. Majburan qilyapmiz buni deb. Shu uchun meni qiynaydigan narsa biz nimani e'tibordan chetda qoldirdi yoki nimaga yana e'tibor berishimiz kerak? Bu jarayon ta'lim muassasasining o'zini tashabbusi bilan amalga oshadigan, xohishi bilan amalga oshadigan, unga haqiqiy foyda keltiradigan jarayonga aylantirish uchun. Actually, the quality assurance, I understand that, again, in its formal sense, indeed, it feels heavy. It feels like so much reporting, so much documentation. And we cannot say that it's not important to document, because at the end, we can track and monitor what we are able to document. However, that's why in these trainings, we use a lot of playful exercises that will induce some good feelings and understanding self-evaluation and seeing it as a light-hearted experience. Even when it's hard, we are able to make it light, because, as Rav Shambek nicely mentioned, once we understand the benefits, we will forget the pain. But even if we feel the pain, but the benefit is bigger than the pain, and this is where people start doing things differently, or being engaged and willing to take this challenge as a team, and together they are able to do more than just one person trying to do. This is the other problem. Like in this quality assurance, it feels like one or two persons, and all the weight is on them only. But when the whole team is working together, different roles and responsibilities, so we focused a lot on teamwork and how to divide the roles and responsibilities so we can achieve the results faster, easier, and using everyone's strength in the team. And I remember on the first trainings, we did the 5 whys, where we ask, why do we do self-evaluation? And that was also very interesting, because every time we have an answer, we ask why. So we asked first, we said first because we want to have better students in college. And when we have better students, what happens? The employers will be happy. Okay, what happens when the employers are happy? So we went down, and every time we ask why, and then we realized because Uzbekistan will be better. Everyone in Uzbekistan will be better. The economy will be better. The tourists will be happy. And I remember the faces. I was like, oh, wow, we have a big mission. So that was a very joyful moment for everyone. And they realized, like, we're doing it for a much bigger reason. And this is, once people connect to their purpose, the self-evaluation becomes natural in the system. But we will not forget the documentation. But I hope we always remind ourselves that the benefit is always larger than the pain. Shunday. To'g'ri. Ma'lumki, ta'lim sifatini ta'minlash tizimini ikkita maqsadi bor. Ikkita umum qabul qilingan maqsadi. Birinchisi hisobdorlik, ikkinchisi sifatni yanada yaxshilash. Hisobdorlik deganda ta'lim tashkiloti jamoatchilik oldida sifatli kadr tayyorlab berishi bo'yicha hisobdorlikni ko'rsatish kerak. U odatda qanday ko'rsatiladi? Davlat tomonidan vakolatli qilib berilgan organga o'sha akkreditatsiya jarayonlaridan o'tish orqali
ular namoyish etadiki, biz haqiqatdan ham sifatli ta'lim xizmatlarini ko'rsatyapmiz deb. Lekin bu yerda tarozining ikkinchi pallasida ta'lim sifatini yanada yaxshilash turadi. Ta'lim sifatini yanada yaxshilash esa o'z ma'nosi bilan ta'lim tashkilotidan ko'proq mustaqillikni talab qiladi. Mustaqillik deganimiz, demak siz sifatni yaxshilamoqchimisiz? Demak, sizda ko'proq erkinlik bo'lishi kerak. Erkinlik nima ma'noda bo'lishi kerak? Erkinlik mehnat bozorini o'rganish, ish beruvchilar bilan hamkorlikda, o'quv jarayonini, ta'lim jarayonini bevosita o'sha ish beruvchilar talablari asosida tashkil qilish bo'yicha, o'quvchilarni bevosita o'qitishda aynan o'sha hududdagi imkoniyatlardan kelib chiqqan holda amaliy ko'nikmalarni shakllantirish uchun, demak bevosita siz uni ish beruvchi bilan bir hamkorlikda qilasiz. Uni baribir sinfxonada o'tirib qilib bo'lmaydi bu narsani, amaliy ko'nikmani. Bu kasbiy ta'limni boshqa ta'lim turlaridan ajratib turuvchi va murakkabligini ko'rsatuvchi eng muhim narsada. Shunda Ravshan aka, siz hozir shu ikkinchi maqsad, ya'ni sifatni yanada yaxshilash bo'yicha erkinsiz. Bu bo'yicha balkim ma'lum bir to'siqlar bormi qanaqadir? Sizda sifatni yaxshilash bo'yicha tashabbularingizni to'liq amalga oshirish imkonini bermaydigan yoki ma'lum bir qiyinchiliklarga duch kelyapsizmi bu yoqda? Ikkita misol keltiraman bu savolingizdan. Birinchisi bu o'sha siz aytgan ilgari ham mavjud bo'lgan ta'lim sifatini oshirishda o'zini o'zi baholash larida o'sha paytlarda ham ishlaganman. Hozir esladim, o'sha asosiy ma'lumotlar bizga kelardi. Ma'lumot sifatida, jadval sifatida, ya'ni 5 yillik ma'lumotlar so'ralardi. 5 yil oldingi ma'lumotlar so'ralardi. Ya'ni u yerda bitiruvchilar soni, hozir nechtasi ishlayapti, nechtasi qizlar bo'lgan, shunga o'xshagan ma'lumotlar so'ralardi va o'sha paytda biz buni to'g'risi ma'lumot sifatida, majburiy ma'lumot sifatida taqdim qilganmiz va buni mohiyatini tushunmaganmiz. Birinchi o'sha aytmoqchi bo'lgan narsam, bizga hozir ayni damda sifatni ta'minlash uchun bizda bilim va ko'nikma yetishmovchiligi bo'lyapti. Shu narsani bildimki, misol uchun salkam 6-7 yillik rahbar sifatida aytishim mumkinki, menda o'sha bilim va ko'nikma yetarli ta'lim sifatini oshirishga, faqat bunga endi sharoit bo'lmayapti. Faqat aybni sharoitga ag'darib, o'zimizni qaysi bir ma'noda qutqarmoqchi bo'lib turganmiz. Lekin men seminar davomida shu narsani bildimki, aslida unday emas. Aslida o'zimizda bilim va ko'nikma yetishmayapti. Bu degani, sodda qilib aytaman, bu oddiy kema, uni eshkak orqali manzilga yetib olish ilmi yo'q bizda, misol uchun. Bor, lekin yetishmaydi. Ikkinchisi, hozirgi kunda shu chiqarilayotgan qonunlar, ayniqsa 158-sonli prezident farmonida juda katta imkoniyatlar berildi texnikumda. Misol uchun ilgari biz dual ta'lim tizimini joriy etish bo'yicha to'siqlar bor edi. Ya'ni 1 yilda bir marta qabul qilish imkoniyati bor. Faqat xohlagan paytda biz ish beruvchi bilan kelishgan holda ish beruvchining talabi asosida biz kadr yetishib berish uchun 1 yilni kutardik. Hozir unday emas. Istalgan paytda ish beruvchi va o'quvchi bilan shartnoma qilib, xohlagan paytda guruh shakllantirish mumkin. Ularning ehtiyojini ta'minlash mumkin. Hozir bunday sharoitlar bor. Misol uchun faqatgina qonun qoida asosida tamoyillarga asoslangan holda shu to'g'ri yondashgan holda, faqatgina to'g'ri yondashgan holda siz aytishingiz bo'yicha his qilgan holda amalga oshirish ko'nikmasi hali bizda yetarli emas. Bunga biroz vaqt ketadi. Darrodanga bunga ko'nikmani miyanimda ochib hisob bo'lmaydi. Bunga vaqt ketadi. Vaqtki qachonki foydasini o'z ko'z bilan ko'rgunga qadar. Buni qanchaligini bilmayman, balkim 1 yil, balkim 2 yil. Rivojlangan mamlakatlarda, misol uchun 2022-yil biz Irlandiyaga borganimizda, Dublin texnologiya universitetiga borganmiz. Ulardan muvaffaqiyatini so'ragan paytimda 40 yil bo'ldi bizning tashkil etilganimizga va muvaffaqiyat boshlanganimiz biz 20 yildan keyin muvaffaqiyatga erishishga boshlaganmiz. Sababi tajriba va eng yaxshi tajribani usulini olganmiz. Bu dual ta'lim tizimi deb aytgandan keyin biz hayron bo'ldik. Chunki bizda odatda misol uchun biron qaror va qonun chiqadi yoki topshiriq beriladi-da, uning ijrosi, uning natijasi uzog'i 1 yildan keyin so'raladi.
misol uchun ta'lim sifatini oshiramiz. Mana bu ishlarni amalga oshirish kerak. Muddat 1 yil. Bu bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi. Sababi siz yuqorida aytgandek, insonlarning o'zi nima deydi, o'zi his qilib, o'zi yurakdan amalga oshirish uchun biroz vaqt ketadi. Qanday qilib dual ta'lim tizimi bo'yicha guruhlar shakllantiryapsiz? Qanday qilib erishyapsiz bu natijalarga? Biz hozir ish beruvchilarga borsak, menda bo'sh o'rinlar yo'q, menda o'quvchi uchun o'quvchingni kirita olmayman ishxonangga, sen bilan hamkorlik qilishga menda bir sharoit yo'q hozir yoki bo'lmasa men xohlamayman nuqta yozgan bo'lsam, silliqqina, chiroylikkina ularni ko'chaga olib chiqib qo'yishyapti, qo'pol aytganda. Lekin bunda yondashuv shunday bo'ldiki, men asosan ish beruvchilar bilan samimiy munosabatda bo'lib, ularni nima deydi, to'g'ri savol berish orqali ularni ko'ngliga yo'l topyapman. Misol uchun Farg'ona viloyatida biz misol uchun Marg'ilon shahrida joylashgan bo'lsak, atrofimizda 5 ta tuman shahar bor. Va barchasi atrofimizda aniq ma'lumot bor. Menda 56 ta mehmonxona bor. Aniq ma'lumot bo'lishi ham bu sizning imkoniyatingizni bittaga oshiradi. Ya'ni siz kimlar bilan ishlay olasiz. Va ular bilan bevosita har biri bilan kirib mehmonxonada rasmiy emas, shunday o'rtoq sifatda kirib mehmonxonasi haqida ma'lumotga ega bo'lib, ya'ni u necha o'rinli, nechta xodim ishlaydi, xodimlari endi bu suhbat davomida aniq bo'ladi, intervyu davomida suhbat kadrlari ma'lumotga ega bormi, o'zi mutaxassismi, mutaxassis bo'lmasa unga qanday salbiy ta'sir ko'rsatadi yoki sizga qanday malakali yoki qanaqa ko'nikmaga ega bo'lgan kadr kerak. Agar yaxshi kadr bo'lsa, siz mana shuncha pul topasiz. Misol uchun, mana shu 56 ta mehmonxonalarni shaxsan o'zimiz aylanib 21 tasida barista mutaxassis kerakligini aniqladik. Hech qaysida baristalik mutaxassis yo'q va bu xizmat ko'rsatish ularda 0 darajada. Qaysiki qarangki, barista xizmatini ko'rsatish orqali yaxshigina pul tushirsa bo'ladi mehmonxonaga va buni biz isbotladik. Ya'ni 1-chi, 2-chi, 3-chi mehmonxonada o'zimizda mutaxassislarimiz tomonidan baristalar olib bordik. Pul tushishini ularga qolgan mehmonxonalarga misol qilib ko'rsatdik. Ularda qiziqish bildirdi va qarasizki bitta guruh shakllandi bizda. Ya'ni menga barista kerak va bitta mutaxassis kerak. Shunday to'planib 21 ta bo'ldi va bitta guruh shakllandi dual ta'lim tizimi bo'yicha. Xuddi shunday ikkinchi jarayon ham ketdi. Ya'ni bundan ko'zlangan maqsad nima? Ish beruvchi bilan haqiqiy to'g'ri savol berish orqali ularga va natijasini ko'rsatish orqali ularni bizga bo'lgan manfaatini ishontirishimiz kerak. Manfaatdor ekanligini ishontirishimiz kerak. Ko'p yig'ilishlarda shunday gaplarni eshitaman. Ya'ni sen nima deydi, guruhni to'ldira olmayapsan, o'zingga qiziqtira olmayapsan, ishlay olmayapsan va targ'ibot qila olmayapsan. Yo'q, hozir targ'ibot qilishning o'zi yetarli emas. Hamkor tashkilotlarga siz bilan hamkorlik qilish jarayonida unga qanday foyda kelishini isbotlay olishingiz kerak. Mahorat ham shunda. Isbotlay olsangiz, bo'ldi, muammo bo'lmaydi siz bilan, u tashkilot siz bilan hamkorlik qilishga. Muammo bo'lmaydi. Misol uchun hozirgi kunda men Quvonarli tomoni 2 yildan beri mehmonxonalar menga telefon qilib, menga sezon bo'yicha, sezonda, ya'ni mavsumlarda menga 5 ta yoki 10 ta mutaxassis yuboring deyapti. Ilgari bormi deyardi, endi esa yuboring deyapti. Demak, ular bizga ishonishni boshladi. Ya'ni ikkinchi aytgan narsamki, ish beruvchi sizga ishonish kerak. Sizni ular bilan hamkorligingiz yaxshi ketadi. Keyingisi shu mutaxassislar bilan gaplashish borasida endi bevosita bizning mehmonxona bilan bog'liq bo'lganligi uchun ular bilan gaplashish asnosida yoki o'sha tashkilotga borish asnosida sizda ham qanday imkoniyatlar borligini chamalaysiz. Misol uchun men mehmonxonalarga borish jarayonida undagi bor sharoit menda ham bor. Misol uchun konferensiya xonasi. Ko'p mehmonxonalarga borganimda xorijiy loyihalar asosida yoki mahalliy loyihalarda konferensiya xonasini sotayotganligini va bu yaxshigina daromad keltirayotganligini o'sha tushundim va o'zimda shu bizda bu sharoit yetarli. Konferensiya xonasi va unga keladigan barcha jihozlarni ta'mirlab taqdim qildim. O'sha misol xalqaro loyihalarda, mahalliy hokimiyat organlarida, boshqalarda, ijtimoiy tarmoqlarda bu narsani ma'lum qildim. Hamda o'z-o'zidan meni konferensiya xonamdan foydalanuvchilar chiqdi. Hamda uni men xuddi mehmonxona kabi sota boshladim.
Bu ham bo'lsa texnikumga qo'shimcha mablag' tushirishni ta'minlaydi. Ikkinchisi, ish beruvchilar bilan birgalikda shu texnikumda, shu loyiha davomida men texnikumda konferensiya bo'lgan hamda yaxshi bir o'zini mutaxassis bo'lgan Fergana Grand mehmonxonasi menejeri Hilolaxonni butun texnikumda aylantirib chiqdimda. U aytdiki, sizni mehmonxona yotoqxonangizda yaxshigina hostel qilsa bo'ladigan taklif berdi. Bu meni o'ylantirdi. Nima uchun qilmasligim kerak? Hamda shu imkoniyatdan kelib chiqqan holda, ichki imkoniyatdan kelib chiqqan holda ikki etajli talabalar turar joyini ikkinchi etajiga o'zi 25 o'rinli o'zi meni talabalar turar joyim. Ikkinchi etajiga shunday qildimki, karavatlarni ikki etajli qilish orqali 25 o'rinli yotoqxonani saqlab qolgan holda birinchi etajiga 25 o'rinli hostel tashkil qildim. Hamda uni o'sha hujjatlashtirdik, davlat idoralari orqali mehmonga uladik, booking.comga uladik va u ham bevosita hozir qo'shimcha mablag' tushiryapti. Eng menga quvongan tarafi, u yerda 4 nafar o'quvchimiz, o'zimizda dual ta'limda o'qiyotgan 4 nafar o'quvchimiz shu yerda ishlaydi. Bevosita o'zimizda ishlab, o'zimizda o'qiydi. Nima deydi? Xorijiy dasturlarni biz o'zlashtirishga harakat qilamiz. Asli maqsad shunday. Ya'ni ichki imkoniyatdan, ichki resurslardan foydalanib turib, ham ta'lim sifatini oshiraver, ham bu moddiyatga taqalsin, ya'ni pul top. Shu nuqtai nazardan ishlashda davom etyapmiz. Bu orqali bevosita texnikumni o'zida amaliyot joyini ham yaratyapsizda. Shunday. Qoyil, haqiqatdan ham aytishadi-yu bizda, izlaganga imkon bor deb. Demak, hozir imkoniyatlar vaqti, bu imkoniyatlardan foydalanishimiz kerak. Ayniqsa kasbiy ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar, aynan ta'lim sifatini oshirishdagi yana bir qadamlardan biri sifatida ham qarasak bo'ladi. Va Ravshan aka aytganingizdek, albatta birinchi o'zgarishni o'zimizdan boshlashimiz kerak. O'zgarishni o'zimizdan boshlasak, imkoniyatlar yaratilyapti bu yoqdan. So'zimizda yakuni sifatida albatta Lina xonim mana so'nggi 6 oy ichida O'zbekistonda faoliyat olib boryaptilar, bevosita texnikumlarga tashrif buyurdilar, texnikumlarimiz bilan ishlayaptilar. U kishi ham bizdagi holatda, shuning bilan birga biladi ustunligi boshqa davlatlardagi holat bilan solishtirgan holda, demak biz uchun ham yanada sifatni oshirish uchun muhim, foydali tavsiyalar berish imkoniga egalarda. Shuning uchun Lina xonimdan so'rab qolarsiz so'zimiz yakunida. Biz uchun yana qanaqa tavsiyalar berasiz? Aynan sifat safarimizda yakuniy maqsadga erishishimiz uchun. But I think in general what I see what you're doing is already great. The pace you're working on is amazing, and this is as long as there is progress and things are not stopping, this is what matters. What will rush things, I think, also quality rather than rushing is important. But I know that we are excited because Uzbekistan is in a growth phase and everyone is excited to the changes, to what's coming. So I think the engagement of the people will really increase the capacity to do things faster. Because again, teamwork, when everyone is involved, hopefully the results will show faster. But I always encourage also patience because, development will take time, and that's okay. And from even international experience, like even in like other countries that are at a different stage, they had to go through the same process. It was organic. You cannot just bring something new and immediately change it, because also it has to fit with the local context, and that's why I encourage things coming from the participants, from the context of Uzbekistan, while being inspired by other countries. Because you will stay also true to yourself and your own needs while collaborating with the international market. But I really see great opportunities, and I wish everyone the best, and I'm very optimistic and hopeful for Uzbekistan. Bugungi mehmonlarimizga ishtiroklari uchun minnatdorchilik bildirgan holda podkastimizni yakunlaymiz. Barchamizda shu aynan O'zbekistonda kasbiy ta'lim sifatini oshirishdagi ishlarimizda muvaffaqiyat tilayman. Katta rahmat. Rahmat.